Hech qaysi analiz ayollar qalbini ko'rsatib bera olmaydi. Kelyapti, biza tekshiruvdan o'tkazyapmiz. Ikkalasi ham erkak kishida. Tushunmadim. Ko'chadan hech kim kirib erkak kishi ginekologga kiraman demaydi. Ayolingiz qanday qaraydi siz ginekolog kasbini tanlaganingizga? Bunaqa oilalar yuraksiz oilada. Ayollar yolg'on gapirib turadimi kelganda qabullarga keyin? Psixologga olib borsa jinni bo'lib qopti deydi. To'g'ri. Uchala farzand nobud bo'lgan bir kunda. Bitta oilada fojiada, bu juda katta fojia. Bundan oldin ko'rikdan o'tmaganmisiz? Endi deb bo'ladi-yu, hali pul bilan hal qilib qo'yishadi, keyin Borini qilaman, o'zim bormaganman deydi, analizimni olib kelib bergan yerga deydi. Shu vaqtda men o'zim shifokor sifatida yordam bera olmaganman, chunki o'zingizni yaqin insoningizga bir tig' tegiza olmaysiz. Uyda tuqqan, ko'chada tuqqan, o'qigan. U sog'lom bo'lgan. Agarda patologiyasi bo'lganda edi, shu ko'chada o'lib qolardi. Kasallik bor inson hamma joyga talpinadi. U sizni erkakmi, ayolmi, ginekologsizmi, boshqa kasb egasimi, shifokorlikda ham erkak, ayol degan narsa menimcha bu noto'g'rida jinsni tanlash.